ustozlar bilan birga aytdi, bugun o'zbek tili haqida maqom berilgandan keyin davlat tili maqom bergandan qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Shu haqida suhbatlashamiz, she'rlar o'qiymiz, eshitamiz. Ustoz, sizdan boshlab bersangiz. Biz o'zimizni ona tilimizni haqiqiy egasi bo'ldik. Institutga kirayotganimizda ariza yozishimiz kerak. Rus tilida. Rus tilida yozamiz. Men yozaman. Ariza yozishim kerak. Majbur bo'lganmiz, boshqa bir odam yozib bergan bizga. 1989-yil 21-oktyabr kuni o'zbek tiliga davlat maqomini berish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi. Millatning birinchi tili bo'lishi kerak deb biladi. Aziz ajdodlari, azizdir asli, bag'rida baxt kezgan sen O'zbekiston.